Bugun sizlarga Toshkentchi Jaydari kabobi qanaqa tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Boshladik. Bitta chiroyli duodan so'ng ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib mol go'shtining lahm qismini bo'laklarga bo'lib olamiz. Men ichki sondan foydalandim. Undan so'ng dumba va piyozlarni ham bo'laklarga bo'lib olamiz. Hamma mahsulotlarni idishga solib, ustidan zira, kashni cho'rig'i, tuz, ozgina iste'mol sodasidan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan so'ng barcha mahsulotlarni go'sht maydalagichdan o'tkazib olamiz. Tayyor bo'lgan qiymalarni salafan paketlarga solib, tekislab, muzlatgichda yaxlatib olamiz. Kaboblar bilan zo'r chiqishadigan achichuvni ham tayyorlab olamiz. Sizlar tomonda achichuvni nima deb nomlashadi? Javobinglarni yozib yuboringlar. Qiymalarimiz yaxlab tayyor bo'ldi. Ularni bo'laklarga bo'lib, yana bir marta go'sht maydalagichdan o'tkazib olamiz. Keyin qiymani preslaymiz. 18-20 gram atrofida dumaloq sharikchali yasab olamiz. Sharikchalarni dumba bilan birga chiroyli qilib sixlab, baland olovda hamma tomonni qizartirib, chiroyli qilib pishirib olamiz. Kaboblarimiz pishguncha sizlarga bu barra mahsulotlarni qaysi do'kondan olganimni aytib beraman. Bugun bozorlikni Asarti marketdan qildim. Kirishim bilan go'sht bo'limiga o'tdim. Har doimgidek go'shtning turli tuman qismlariga tanlov katta. Eng asosiysi har kuni yangi va sifatli go'sht olib kelishadi. Oq piyoz, pomidor, qasirlagan bodringlar hammasi yangi. Sut mahsulotlari, kolbasa mahsulotlari hammasidan bor. O'z nomi bilan Asarti market. Eng muhimi narxlari zo'r. Mana sizlar, Jaydari kaboblarimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlar ham oila a'zolaringizga, do'stlaringizga albatta tayyorlab beringlar. Yoqimli ishtaha.